Bismillahirrohmanirrohim. Suyukli payg'ambarimizning uchlik nasihatlarini tinglashlikda davom etamiz. Bugungi rivoyat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Abu Sa'id eng mashhur sahobalardan, eng ulug' sahobalardan birlari bo'ladilar. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim. Rasululloh dedilarki: Ayyuma muslimin kasa musliman an uryin kasahu Allahu min libasil jannah. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: qaysiki bir musulmonni kiydiradigan bo'lsa, muhtoj bo'lib turgan, ehtiyojmand bo'lib turgan bir holatida uni kiyintiradigan, kiyim olib beradigan bo'lsa, Alloh unday bandalarini jannatda kiyintiradi, jannat liboslaridan. Ba'zi rivoyatlarda min khudril jannah, jannat yashilliklaridan, jannatdagi yashil ne'matlardan deyilgan ekan. Alloh bunday bandalarini o'zini jannatida kiyintiradi. Ayyuma muslimin at'ama musliman an ju'in at'amahu Allahu yawmal qiyamati min thimaril jannah. Qaysiki bir musulmon boshqa bir musulmonni, birodarini ochlikdan to'ydiradigan bo'lsa, yemak beradigan, yediradigan bo'lsa, Alloh bu bandasini jannat mevalaridan yediradi. Ayyuma muslimin saqa musliman an atashin saqahu Allahu yawmal qiyamati min ar-rahiqil maxtum. Bir musulmon birodarini chanqoq holatida chanqog'ini ketkizadigan bo'lsa, suv beradigan bo'lsa, Alloh unday bandalarini qiyomat kunida rahiqil maxtum deb atalmish buloqdan suv beradi deb marhamat qildilar. Aslida barchamiz uchun ma'lum bo'lgan, mashhur bo'lgan gaplar ekanligini ko'rib turibmiz. Taom berishlik, libos berishlik yoki bir piyola choy, suv uzatishlik aslida o'ta sodda, oddiy ishlar kabi ko'rinadi ko'zimizga va buni biz har kuni qilamiz. Alhamdulillah, bizning xalqimiz, millatimiz mehmondo'st, qo'li ochiq, dasturxoni ertalab ochiladigan bo'lsa, kechgacha yopilmaydigan bir mehmondo'st millat biz. Buni albatta aytib o'tishligimiz lozim. Lekin farqi shundaki, qilayotgan ishlarimizni naqadar muhim, naqadar ulug', naqadar ajri, mukofoti baland, yuksak bir amallar ekanligini his qilib, ana o'sha Alloh va'da qilgan ajrlarni talab qilib, umid qilib qilishligimiz bu qilayotgan ishlarimizga yana ham boshqacha bir kayfiyat bag'ishlar ekan. Siz va biz xalqimizda ko'p yaxshiliklar urf bo'lib, odat bo'lib qolgan. Aslida mana bu urf odatlar bizi ota-bobolarimizdan bizlarga kelishligining asosiy sababi aynan mana bugungi aytayotganimiz shu hadisi sharifga o'xshagan dinimizning ta'limotlari, o'gitlari sababida bo'lgan. Otalarimiz bu hadislarni, bu oyatlarni, bu o'gitlarni jiddiy olishgan, hayotlariga tatbiq qilishgan va shuni o'zlariga bir hayot, turmush tarziga aylantirishgan va natijada kun o'tib bu kundalik hayot oddiy bir holatga aylanib qolgan. Mana bugun biz bu ishlarni o'zbekchilikdan deb qilamiz, o'zimizni bir milliy urfimizdan deb qilamiz. Alhamdulillah, bu buyuk bir narsa. Faqat bugungi kunda ajrini, mukofotini umid qilib, haqiqiy bu ishlarni manbasini bilib harakat qilishligimiz inshaalloh ajrlarimizni, mukofotlarimizni yanada yuksak bo'lishligiga sabab bo'ladi inshaalloh. Alloh barchalarimizni xayrsevar insonlardan qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.